Sotuvimizda TTZ80 radnoy holatda 2008-yil. Eskiroq qolgan yoqlari xudo xolisa yaxshi. Motor korobkasi zo'r holatda. Rasvoti yo'q. Balonlari normalniy holda ishga yaraydi. Bagimiz ham mana kattagina 50 litrlik bakda. Salarga ko'p bo'lsa o'zini bagiga olib qo'yamiz. Xo'sh. Hamma yo'g'i yaxshi. Suratnoy holatda turibdi. Xudo xolasa. Kamchiliklari yo'q. Mayda juda kami bor, unaqa jiddiy kamchiligi yo'q. Korobkalari zo'r. Hop. Balonlari ko'rib turganlaringdek yana. Bu ham akkumulyatorsidadir. Bir kalitga yuradi. Qolgan rasvotlari yo'q. Bunaqa motorlari ham joyida, avtol yemaydi xudo xolasa. Shu oldi toshini olib tashlagandik. Tosh ham yo'q. Boshqa yaxshi xudo xolasa. Traktorimiz ham Namangan viloyati Sho'rg'on tuman Yashil qishlog'ida turibdi. Xudo xolasa kelaverasizlar. Telefon nomerlarimiz 94lik 902 41 95 50lik 071 75 74 aloqaga chiqib olasizlar. Xudo xolasa TTZimiz yaxshi holatda. Ishga soz. Narxini 30 million so'm deyapmiz. Ko'p emas, oz kami bor. Shu turishi. Xudo xolasa. Shu bitta parasini olganlik qaytarib qo'yib qo'yishib, bitta litr olib tashlagan ekan. Qaytarib qo'yib qo'yamiz unisini.